birli kalyonli oynani mana baylashni yorib qo'ydim, mana ko'ringlar. Bu dorixonani oynasi sinib ketgan eshigi, shunga zakaz berib olib keldik birli oynani mana. Ko'rishinglar mumkin mana, yangi oynaga mana qatiryapmiz. Sizlarda ham shu oynanglar sinib ketmasdan turib, akfachiga yoki ustani topib aytsanglar, ligirovka qilib beradi sinib ketishdan oldin, chunki bu aptekada sinib ketgan oyna. Mana qalinligi oynamiz. 1 million rasxod qilishni xohlamasangiz, hozirdan shunaqa eshigingiz, oynangiz bo'lsa, ligirovka qildirib oling. Mana biz ishimizni qilyapmiz, zamoylari qo'yilyapti mana. Shunaqa ishlarni biladigan, ya'ni ustasiga aytsanglar, sinib ketmaydi oynanglar. Yaxshi ligirovka bo'ladi yangiligida. Bo'lmasa keyin sinib ketadi. To'g'ri qo'yilmasa, ligirovka yaxshi bo'lmasa. Agar shunaqa oyna eshigingiz sinsa, ligirovkani qildirmasangiz, 1 hafta 10 kun kutasiz. Shu videoda shunaqa eshigi bor, shunaqa do'koni bor oynali joylarga jo'natib qo'yinglar. Sarson bo'lishmasin. Tugatdik, mana o'rnatib qo'ydik. Apteka o'z ishini boshladi.